viza va residence permit bu nima va bularning farqlari qayerda? Keling Xitoy misolida buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, viza bu qaysi davlatga kirish uchun ruxsatnoma hisoblanadi va bu o'zingiz davlatingizda borib olishingiz kerak. Residence permitga keladigan bo'lsak, bu qaysi davlatda yashash uchun ruxsatnoma va bu aynan o'sha davlatda olinishi kerak. Masalan, Xitoyda bu 1 yildan 5 yilgacha muddatda beriladi. Masalan, men o'zim magistratura uchun to'g'ridan-to'g'ri 3 yillik residence permit olganman. Xo'p, viza bu o'zingiz davlatingizda olinadi. Masalan, Xitoy uchun har xil viza turlari bor. Student viza X1, X2, ishchi viza esa Z viza hisoblanadi va ularni to'lovlari ham har xil. Student viza uchun taxminan $70 atrofida to'lov qilinishi kerak. Xo'p, bu vizani olganimizdan keyin Xitoyga ko'chib boramiz va bizda faqat 30 kunlik vaqtimiz bo'ladi. Aynan shu 30 kun muddatida hamma dokumentlarimizni yig'ib immigrationga borib, biz residence permitga dokument topshirishimiz kerak. Studentlar uchun bu o'qituvchilaringiz bilan birga borishingiz mumkin yoki o'zingiz borib turib immigrationda dokumentlaringizni topshirasizlar. Sizlarga aynan 6 oylik uchun 400 yuan to'lashingiz kerak. 1 yildan 3 yilgacha bo'ladigan bo'lsa 800 yuan to'lanadi va o'zingizning residence permitlarini olib lalala tralala qilib yashaysizlar. Va bitta narsani aytib o'tib ketaman, iloji boricha vaqtni o'tkazib yubormanglar. Agar vaqtingiz o'tib ketadigan bo'lsa, o'zingizning davlatingizga qaytib ketishingizga to'g'ri keladi va hech qaysi universitet yoki boshqa agentlik sizlarga Xitoyda qolishingiz uchun yordam bera olmaydi.